Uyg'on O'zbekiston. Bizni kallamiz juda yaxshi ishlab ketib, aqlimiz zo'r ishlab, quloqimiz yaxshi eshityaptimi? Yo'q, ashi pastlab ketyaptimi aqlimiz akalar? Ismim Rustam Ali. Bo'sh paytlarda yugurish trend qilamiz, semizlikka qarshimiz. 12 yildan beri sartaroshlik qilaman deb video qildim. Kommentiga 90% odam boshqa ishing yo'qmi? Kap-kat odam deb yozib qo'yibdi. Uyg'on Instagram yana katta gapirishdi oqibati akalar opalar. Katta gapirmaslikni yana bitta misolini ko'rdik. Go't Shahzod jigarimiz yutkizib qo'ydi. Katta gapirmaslik kerak. Nonni katta tishlasangiz ham katta gapirmaslik kerak. Bu gap hammamizga tegishli, harakat qilamiz. Sport bilan shug'ullanamiz, ishdan tashqari yugurish trend qilamiz. Popullash yo'q, kamtar bo'laveramiz. Kim nima bo'lsa ham, nima qilgan bo'lsa ham hammasi yaratgandan. Kamtarlik yetmaydi, jigarlar. Gazini bosamiz, bo'sh paytlarda shug'ullanishni boshlaymiz. Semizlikka qarshimiz. Semizlik kasallik olib keladi. Bosamiz O'zbekiston hammamiz bir. Uyg'on Instagram. Assalomu alaykum jigarlar. Yugurish trend qilamiz, yugurib gapirish trend qilamiz. Semizlikka qarshimiz jigarlar. Bitta muammo bor, muammo emasmi bilmadim. Bitta fikringlarni bilmoqchiman. Men ustaxonada 12 yildan beri sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Shu mashinasi borlar. Shu kelib signal chaladi, mashinadan tushmaydi. Nimaga unaqa? Menda mashina yo'q, uni hissiyotini bilmayman. Mashinasi bor odamni o'zini boshqacha his qiladimi? Qanaqadir mashinadan tushishni kelmaydimi? Ko'pchilik aytadi, bu mashina oson bo'lib qoldi olish deyishadi. Lekin mashinasi yo'qlarda oldida boshqacha tushadi o'zini. Fikringlarni bilmoqchiman. Semirishga qarshimiz. Sal harakatlanaylik jigarlar. Mashinadan tushib piyoda yursak ham foydasi bordir. Bosamiz gazini O'zbekiston. Semizlikka qarshimiz. Uyg'on Instagram. Assalomu alaykum jigarlar. Yugurish trend qilamiz, yugurib gapirish trend qilamiz. Semizlikka qarshimiz jigarlar. Bitta muammo bor, muammo emasmi bilmadim. Bitta fikringlarni bilmoqchiman. Men ustaxonada 12 yildan beri sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Shu mashinasi borlar. Shu kelib signal chaladi, mashinadan tushmaydi. Nimaga unaqa? Menda mashina yo'q, uni hissiyotini bilmayman. Mashinasi bor odamni o'zini boshqacha his qiladimi? Qanaqadir mashinadan tushishni kelmaydimi? Ko'pchilik aytadi, bu mashina oson bo'lib qoldi olish deyishadi. Lekin mashinasi yo'qlarda oldida boshqacha tushadi o'zini. Fikringlarni bilmoqchiman. Semirishga qarshimiz. Sal harakatlanaylik jigarlar. Mashinadan tushib piyoda yursak ham foydasi bordir. Bosamiz gazini O'zbekiston. Semizlikka qarshimiz. Instagram Samarqandlik akamga bitta mana yaxshilik. Xudo xolasi, opajon tanajoningiz sog' bo'lsin, padishkada bo'lib turasizlar. Prosta yuguramiz, ishdan tashqari yugurish trend qilamiz. Qayda yo'q g'iybat qilib, qorinni osiltirib yurmaymiz. Harakatlanamiz. Harakatlanish hech qachon yomon bo'lmagan. Akalar, opalar yugurish bo'yicha trendni o'rnatamiz. Obunalar bosib, ehsonlarni boshladik. Xudo xolasi bu boshlanishi. Padishkada bo'lib turasizlar. Bir marta mana shu opamning reaksiyasini ko'ring. Mana shunaqa vaziyatlarda ko'rib maza qilaveraman. Bosamiz gazini, padishkada bo'lib turamiz. Olg'a O'zbekiston. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Zo'r, padishka uchun katta rahmat. Ozginagina pul tashlaydigan joylari bor edi. Siz faol bo'lganingiz uchun bitta karta aytib yuborasizmi, opajon? Kartani to'sin aytaymi? Aytishingiz kerak. Qaydanligingizni ham ayting. Samarqand shahridanmi? Xo'p bo'ladi, opajon. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Sport bilan shug'ullanish, xudo xolasa hammaga foyda. Kommentariyada faol bo'lganingiz uchun opajon 100 ming so'm tashlab beraman. Kartangizni ayting. Shu hozir aytaymi yo lichkasiga yozib? Yo'q, hozir srochniy ayting, iltimos. 1 minut. O'zingiz nomingiz ekan-a? Ha, shunaqa. Bo'ldi, mana ketdi. Ha, shunday. Ketdi opajon, padishkada bo'lib turasiz. Xo'p, mana o'tdi opajon. Xo'p, tanajoningiz sog' bo'lsin. Xo'p, opajon. Instagram uyg'onamiz, yugurish trend qilamiz, semizlikka qarshimiz, dangasalarga qarshi yuguramiz, xudo xolasa. Siz ishdan tashqari yugurish ziyon qilmaydi. Samarqandlik bitta akamiz juda yaxshi gaplar gapirib
Xudo xolasa biz haqimizda chiqdi, mahalladan ham juda uni qo'llab, xudo xolasa podeshka qilishyapti. Nemcha esli odamlar ko'p akalar. Yuguramiz. Ehsonlarni ba'zilar yozyapti, nimaga menga bermadingiz? Bu telefon qilgandan keyin olmaganlarnikini. Xafa bo'lmaysizlar. Kimga pul bergan bo'lsak, historiyaga kirib ko'rib olasizlar. Akalar, opalar, tanajoninglar sog' bo'lsin, bo'shaganda yugurishtirib qilamiz. O'zbekiston hammamiz birmiz. Dangasalarda turgizamiz, yurgizamiz. Marafonni o'tkazamiz, bosamiz. Yugur jigarim, yugur. Fevral keldi. Yanvar tugadi, jigarlar, yugurishtirib qilamiz, Tez yuguramiz, tez. Yuguramiz, gapiramiz, semizlikka qarshimiz, короче. Tez yugurishga harakat qilamiz. Fevral oyida bundan tez yugurmasak bo'lmaydi. Yanvarda suslashlik. 10 million bo'lishimiz kerak jigar. Bosamiz gazini, bir xil joyda yugurmaymiz, ha? Bir xil joyda yugurmaymiz, har xil joyda yuguramiz. Har xil joyda yugursak ko'proq yugurishimiz mumkin. Bosamiz gazini, yugurib gapirishtiring. Ishdan tashqari yugurish ziyon qilmaydi. 1-fevral muborak bo'lsin. Yanvarda 21 mingta bo'ldi. Fevralda xudo xolasa 100 mingta bo'ldi. Jigarlar, bugun Tayson urushadigan edi. Akilmetr olamiz deb yuribdi, eshitdinglar-da. Tayson mashina bizning mahallada. Eshitdinglar. Tayson urushmaydi, akilmetr olamiz deb yuribdi. Ko'rdinglarmi jigarlar, ular urushmaydi shu. Metallonda yaxshi pul qolyapti shekil. Kech payt kutmanglar, Tayson chiqmaydi, yugurish trend qilamiz. Yuguramiz, semizlikka qarshi. Bosamiz jigarlar, 1 marta yuguring, 2 marta yuguring, odat bo'lib qoladi. Bosamiz, O'zbekiston hammamiz birmiz.